efirda Samarqandda ta'lim haftachida dasturi tanishing. Bugun dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. O'tayotgan haftada kelajak soati doirasida millat qo'shig'i mavzusida ma'rifiy mashg'ulotlar o'tkazildi. Asosiy fan olimpiadasi viloyat bosqichi g'oliblari va ustozlari taqdirlandi. Tadbirkorlar bilan shaffoflikni ta'minlash bo'yicha davra suhbati tashkil etildi. Samarqandda fransuz tili o'qituvchilari uchun tajriba almashinuv seminar treningi o'tkazildi. Navbatdagi siyosiy ma'rifat soati o'tkazildi. O'tayotgan haftada mamlakatimizning barcha hududlarida kelajak soati loyihasi doirasida umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari uchun millat qo'shig'i mavzusiga bag'ishlangan ma'rifiy mashg'ulotlar tashkil etildi. Jumladan Samarqand shahridagi 20-umumta'lim maktabida 2 va 8 sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazilgan mashg'ulotlarda viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov qatnashdi. U o'quvchilarga O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining mazmun mohiyati, unda ifoda etilgan milliy g'oya, qadriyatlar va mustaqillik ruhi haqida batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, madhiyaning har bir satrida xalqimizning tarixiy yo'li, ertangi kunga bo'lgan umidi va vatanga muhabbati mujassam ekanini alohida ta'kidladi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar davlat madhiyasining yaratilish tarixi, uning ma'no mazmuni hamda madhiyani to'g'ri va hurmat bilan ijro etish madaniyati haqida yangi bilimlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, Muzaffar Hamdamov maktabda yaratilgan shart-sharoitlar va o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida faoliyat yuritayotgan to'garaklar bilan ham tanishdi. Jumladan shaxmat to'garagi xonalari, kutubxona, logoped, musiqa va tibbiyot xonalari va qizlarni o'qitishga mo'ljallangan sartaroshlik ustaxonasini ko'zdan kechirdi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Samarqand shahridagi 20-umumta'lim maktabi 760 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, ayni kunda bu yerda 849 nafar o'quvchilar tahsil olmoqda. Ularga 48 nafar pedagog ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Pedagoglarning 10 nafari oliy toifaga, 11 nafari birinchi, 10 nafari ikkinchi toifaga ega. Boshqarma boshlig'i maktabda o'quvchilar uchun yaratilgan qo'shimcha ta'lim imkoniyatlari va sharoitlarni ijobiy baholab, muassasa rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdi. O'tayotgan haftada viloyat Barkamol avlod bolalar maktabida asosiy fan olimpiadasining viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat hokimi o'rinbosari Husan To'xtayev hamda viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib, so'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, o'quvchilarni mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanib, bilimlarini chuqurlashtirish, respublika va xalqaro olimpiadalarda yuksak natijalarga erishishga da'vat etdilar. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, asosiy fan olimpiadasida umumta'lim maktablari, Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi ixtisoslashtirilgan maktablar, kasb-hunar maktablari, akademik litseylar hamda xususiy maktablardan jami 2360 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Olimpiadaning viloyat bosqichi 15 ta fan bo'yicha 9, 10, 11 sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazildi. Musobaqa yakuniga ko'ra 135 nafar g'olib o'quvchilar olimpiada nizomiga muvofiq ravishda boshqarmaning diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Asosiy fan olimpiadalari 3-viloyat bosqichida biologiya va ingliz tili fanidan ishtirok etib, 2 va 3 o'rinlarni qo'lga kiritdim. Bu yutuqlarga erishishimda albatta ustozlarimning o'rni katta. Shuning uchun men o'z ustozlarimga bergan bilimlari uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Shu nuqtai nazardan olimpiadalarga to'xtalsak, fan olimpiadalari shaffof o'tkazildi. Barcha natijalar kanalda, barcha o'quvchilarning ishlari joylab borildi. Bu bilan haqiqiy bilimi bor o'quvchilar munosib o'rinlarni egallab, pul mukofotlariga ega bo'lishdi. Shuning uchun olimpiada tashkilotchilariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbirda so'zga chiqqanlar yuqori natijalarga erishgan o'quvchilar va ularning ustozlarini muborakbod etib, kelgusida yanada katta yutuqlarga erishishlarini tiladilar. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasida xususiy ta'lim sohasida xizmatlar ko'lamini kengaytirish, aholining turmush darajasi va sifatini oshirish, shuningdek sohadagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga qaratilgan davra suhbati tashkil etildi. Tadbirda viloyat prokuraturasi va soliq boshqarmasining mas'ul xodimlari ishtirok etib, xususiy ta'lim tashkilotlarida axborotlashtirish jarayonlari, ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi,
ish o'rinlarining yaratilishi hamda ushbu ko'rsatkichlarni statistik va soliq hisobotlarini to'liq aks ettirish masalalari yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berdilar. Davra suhbati davomida ta'lim xizmatlarini raqamlashtirish, hisobotlarni shaffof yuritish, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish hamda xususiy ta'lim tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan taklif va tashabbuslar muhokama qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan xususiy ta'lim muassasalarida qonuniylikni ta'minlash, elektron hisobotlar tizimini takomillashtirish va sohaviy statistik ma'lumotlarning aniqligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. O'tayotgan haftada Samarqand shahridagi 43-umumta'lim maktabda viloyat maktablarida faoliyat olib borayotgan fransuz tili fani o'qituvchilari uchun seminar trening tashkil etildi. Tadbir doirasida turli sinflarda ochiq darslar o'tkazilib, Fransiya davlatidan tashrif buyurgan xorijlik mutaxassis ishtirokida mahorat darsi hamda o'quvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan rivojlanish soati o'tkazildi. Seminar jarayonida fransuz tilini o'qitishda asosiy til ko'nikmalarini yozish, gapirish, o'qish va tinglab tushunish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, zamonaviy metodlar va interaktiv yondashuvlar namoyish etildi. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasida navbatdagi siyosiy ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Tadbirda boshqarma boshlig'i birinchi o'rinbosari Rustam Yo'ldoshev tomonidan ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ustuvor vazifalar va yangilanishlar mavzusida ma'ruza qilindi. Shuningdek, boshqarmaning yuridik xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i Abdunabi Tursunov hafta davomida qabul qilingan qaror va farmonlar bo'yicha huquqiy tushunchalar berdi. Ma'rifat soati doirasida o'tgan haftada mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan muhim ijtimoiy siyosiy voqealarga bag'ishlangan videorolik ham namoyish etildi. O'tayotgan haftada Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Samarqand filiali 10-sinf o'quvchisi Javohir Iskandarov ingliz tili fanidan IELTS imtihonlaridan 8 ballni qo'lga kiritdi. Javohirni erishgan g'alabasi bilan tabriklaymiz va kelgusi o'qishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz.